to'y tomoshalar, xudoandalik, ertalabki o'zimizni o'zbekona oshimiz, aytish joiz bo'lsa Toshkent to'y palovi, amri ma'ruflar, yaxshi onlar o'tmoqda. Bu tinchlik kunlaridan nishonadir. Allohu akbar. Aziz do'stlar, mana yurtimizda to'y tomosha, amri ma'ruflar, ular hammasi tinchlikdan, yaxshi kunlardan nishona. Bugun juda qo'shaloq bayram. O'zbek oddiy bir xonadonining, Hamdullo akaning uylarida to'y, kelin kuyov, kelin tushiryapti, o'g'lini uylayapti deganlaridek, mana Huvaydo mehmonxonasi yonida, Huvaydo shu to'yxonasi yonida odamlar yig'ilgan, hamma shod va xurram. Bugun qo'shaloq bayram. Bugun mamlakatimizda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Aziz do'stlar, mana shu ulug' bayramlar muborak bo'lsin. Tinchlik, baxt, saodat, ozodlik bayrami muborak bo'lsin. Mustaqillik ayyomingiz muborak bo'lsin. 20-iyun 1990-yil Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Ana shu hujjat kelgusida qabul qilingan mustaqillik haqidagi qonunning asosini tashkil etgan. Bugun yana bir ajoyib bayramda baribir eslaymiz. O'sha mustaqilligimiz haqidagi qonunning qabul qilinishiga asos bo'lgan hujjat Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganiga 35 yil to'ldi. Ana shu munosabat bilan ikki og'iz fikr. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Dunyoda shunday kechayotgan talato'p, to'polonli, urush janjallar paytida tinch va osuda yashayotgan davlatimizga ko'z tegmasin. Rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin sizga. Rahmat sizlarga ham. Aziz do'stlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Mana bir aziz mehmonimiz. Filologiya fanlari doktori Jasur Mahmudov. O, bizni yoshlikdagi, bolalikdagi do'stimiz. Mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Oddiy fikr Dadaxon Yoqubov, Toshkent Huvaydo to'yxonasida.